Tashqaridan qaraganda bu oddiy bir kvartira. Lekin ichkariga kirganingizda sizlarni noodatiy bo'lgan bir narsa kutib turadi. Bu sizlar o'ylagan tosh yoki qimmatbaho oyna yoki qimmatbaho mebel emas. Bu kvartirada joylashgan spa zona. Hammaga assalomu alaykum. M-Design Group tomonidan qilingan yangi bir loyihani obzorini boshlaymiz. Uyimizdagi eng neobычный zonani ko'rsatishdan oldin ishlatilgan fishkalar bilan tanishtirib o'taman. Birinchisi mana bu ko'rib turganingizdek loft eshiklar. Loft eshiklarining asosiy foydasi mana bu hollimizga yorug'likni maksimal darajada berish uchun ishlatiladi. Xonadonimiz 250 metr kvadrat bo'lib, o'z ichiga mehmonlar uchun xona, oila a'zolari uchun dam olish xonasi, bitta kattalar uchun yotoqxona, bitta bolalar uchun yotoqxona, ovqatlanish zonasi va kuxnya ikkita sanuzelni o'z ichiga oladi. Bu xonadonimiz biz yaxshi ko'rgan neoklassik stilda dizayn qilingan. Nima uchun mana shu joy ko'tarilgan? Bu joyni ko'tarishdan maqsadimiz mana bu yerda turgan chiroyli bir manzarani, mana bu chiroyli dizaynli kreslo o'tirib tomosha qilish maqsadida. Hozir men sizlarga bu manzarani ko'rsataman, juda ham mazza qilasiz. Butun bir boshli kvartiraga mana shu garderob deb o'ylayotgan bo'lsanglar, adashasizlar. Bundan tashqari xonadonimizda alohida kladoy garderobi bor va bundan ham tashqari har bir yotoqxonaning o'zini maxsus garderob joylari bor. Xonadonimizning eng kulminator nuqtasiga yetib keldik. Bu mana shu xonadon uchun qilingan maxsus spa zona. Mana shu orqada turgan joy именно mana shu xonadon egasi uchun qilingan maxsus spa zona bo'lib, 2 kishi, 3 kishini bemalol o'z ichiga oladi.
Mana xonadonimizni to'liq obzori bilan tanishib chiqdik. Agar sizda ham xuddi shunday imkoniyat bo'lganda, qanaqa noodatiy xonalar qildirgan bo'lardingiz? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.